19 bab. Ayub cevap berip mundaq dedi. Sizler meni qachongacha qiynaysizlar? Sözleringlar bilan qachongacha ezisizlar? Meni to'xtamay haqorat qildinglar. Xo'rlaganliqinglardan nomus qilmadinglar. Agar men rost xato qilgan bo'lsam, u faqat mening o'zimning ishidir. Agar sizlar o'zinglarni biz senden yaxshi deb o'ylasanglar, xo'rliqlarim orqali meni ayblamoqchi bo'lsanglar, Xudoning menga uvol qilganligini, menga qiltaq qurganligini bilishinglar kerak. Uvol bo'ldi deb qochsammi hech kim menga quloq solmadi. Qutquzinglar deb varqirsammi hech kim menga adolatini ko'rsatmadi. Xudo oldimga tam so'qib yo'limni to'sdi. Yo'limni qorong'ulik bilan qoplatdi. U shon sharifimni tortib oldi. Beshimdagi tojimni ilib oldi. Toki men tugashgacha u menga har tarafdan hujum qiladi. Umidlarimni xuddi daraxtning yiltizini qo'mirib olgandek yo'q qiladi. U menga g'azablandi. Meni düşman ködi. Onun büyük qo'shini qistab keldi. Çedirim etrafıga bargoh qurup, meni qo'rshavga oldi. Qarindoshlarımni menden yiroqlashtirdi. Tonishtirim menden yüz o'rdi. Tuqqanlarim meni tashlab ketdi. Do'stlarim meni unutdi. Mehmonlarim ve dideklerim bana yad kişidek qaraydı. Xuddi yad xalqning odimidek ko'rdi. Çakarlarımni çakırsam cevap vermeydi. Yalvursam kari bolmaydı. Ayolim hiddimdin bizar. Qarindoshlarım menden nefretlenidu. Hatta kichik balalarmu meni ko'zga ilmaydi. O'rnimdan tursamla meni masxara qiladi. Yaqin do'stimmi menga o'chlik qiladi. Men yaxshi ko'radigan kishilarmi menga qarshi. Men bir tera, bir ustixon bo'lib qoldim. O'lim bilan men o'ttiramda faqat qildek orliq qoldi. Ey dostlarım, bana içinla ağrısın. İçinla ağrısın çünkü Xudo meni urdi. Xuddi Xudo meni qistigandek, nemi uchun sizlarmi meni qistaysizlar? Nemi uchun meni g'ajaysizlar? Sözlerimni yezib qo'yishinglarni, yazmalarga putib qo'yishinglarni tömür bilen Kur'an taşkı oyup, koğuşum bilen yezip koyuşunlarını soraymen. U mengü saklansın. Koğduğucumның hayat ikenlikini bilemen. U ahir bir günü zeminge desseydi. Gerçe terem sesip ketken bolsumu, lekin men yanıla aşu tenimde Xudoni körümen. Onu öz gözüm bilen körümen. Şundak. Onu öz gözüm bilen körümen. Kalbim teşnalıkka tolgandır. Sizler o pet yiltisi onunda tursa, biz kandak onunga ziyankeşlik kılgan bolumuz dep oylaysizlar. Sizler mu Xudoning qilichidan qo'rqishinglar kerak. Chunki u g'azab ichida qilish bilan jazolaydi. Shu chog'dilar sizlar so'roq kunining borligini bilasizlar.